Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. 1941-yil Sovet ittifoqi uchun og'ir sinovli yillar boshlandi. Germaniyalik nemis bosqinchilarining yovuz kuchlari vatanimiz sarhadlariga to'satdan hujum qilib, Ikkinchi jahon urushini ochdi. Yurtimizning minglagan matonatli o'g'lonlari vatan himoyasiga hech ikkilanmay bel bog'lab otlandilar. Frontga safarbar qilinganlar orasida bizning iftixorimiz bo'lgan quyidagi jasoratli faxriylarimiz haqida qisqacha bayonot bermoqchiman. Qo'ziyev Ahror 1914-yilning dekabr oyida oldingi O'sh viloyatining Laylak tumaniga qarashli Isfana qishlog'i Novdanak mahallasida dunyoga kelgan. 1942-yil frontga jo'nab ketgan. Stalingrad jangida ishtirok etgan. 1944-yil og'ir yarador bo'lib, gospitalda davolanib, qaytib kelgan va shu yili yana urushga qaytib ketgan. 1945-yil Berlinda bo'lib, xizmatdoshlar bilan o'z vatandoshlari bag'riga yorug' yuz bilan qaytib kelgan. Unvonlari: За отвага, за боевой заслуга, за оборону Сталинграда. Sharipov Adash 1923-yil 1-may kuni O'sh viloyatining Laylak tumani Isfana qishlog'ida tug'ilgan. 1942-yil fevral oyida o'z xohishi bilan frontga jo'nab ketgan. 1942-yil Stalingrad jangida ishtirok etgan. Ulug' vatan urushida ko'rsatgan jasorati uchun quyidagi mukofotlar bilan taqdirlangan. Medal za отвага, за боевой заслуга, за оборону Сталинграда, за взятие Консберга, за победа над Германией. 1947-yil 18-martda Ukaz Prezidiuma Верховного Совета СССР увольнение nomli buyruq bilan o'z jonajon qishlog'iga qaytib kelgan. Abdulhaqov Usmon 1925-yil 21-iyunda oldingi O'sh viloyatining Laylak tumaniga qarashli Isfana qishlog'ida tavallud topgan. 1943-yil 3-martda frontga jo'nab ketgan. 1945-yil 2-sentyabrda Ulug' vatan urushida ishtirok etgan. Harbiy snaryad qo'shinining o'q otuvchi, ya'ni snayper vazifasida xizmat qilgan. U yerda og'ir yarador bo'lib, o'z vataniga qaytib kelgan. Qilgan xizmatlari uchun mamlakat tomonidan За отвага, за боевой заслуга va boshqa bir qator ko'krak nishonlari bilan taqdirlangan. Dahshatli front o'chog'idagi tinimsiz yog'ilgan o'qlar yomg'iri o'z jonini garovga qo'ygan hech bir vatandoshimizni ona vatanni qo'riqlashdek buyuk va muqaddas shahdidan qaytara olmadi. Va nihoyat cheksiz matonat, jasorat va birdamlik g'olib kelib, g'alaba bayrog'i qad ko'tardi. Men mana shunday vatanparvar insonlarning avlodi, nabirasi, qolaversa davomchisi ekanimdan faxrlanaman. Sizga yana bir bor cheksiz ehtirom, aziz ajdodlar.